dalalarda, cho'llarda, temir yo'l qirg'oqlarida unaqa yantaq o'syapti, hozir gullagan yantaqlar. Lekin siz buni vitaminga boyligini bilasiz-ku, mol qo'yingizga yedirolmayapsiz. Sababi bunda tikonlari bor. Endi buni qanaqa qilib yedirish mumkin? Bitta drabilkadan o'tkazamiz va buni tayyor mahsulotga donga aralashtirib, xohlasangiz o'zini, xohlasangiz donga aralashtirib, anaqangi qilib donga qo'shib yuborsangiz, bundan chiqqan yemni hozir ko'rasiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana endi hozir yantoqni bitta universal drabilkamizda, xudo xolasa hashay maydaladiganimizda maydalab granula qilib ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Hop, yantoqni maydalab ko'rdik. Ko'rgan bo'lsalar, yana yantoq. Endi buni granulasini yemga donga aralashtirib granula qilamiz. 8 ta pichoqlik hashay maydaladiganimiz 4 kilovat 180. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, narxi 5 million so'm O'zbekiston bo'yicha ular shahar markaziga dastxat qilamiz tekin.